Çizlikmanın qo'shmiqqa jitulima. Jug'uralaysiz shundaymi? 3 minut ichida o'jonni gazir suyda mushqimen jug'uralab qolib qolsangiz 42 grammlik oltin toj sizga sovg'at. Boshlang. Emsa 3 minut ichida o'jonni gazir soda suyida ximen jug'urib bo'lishingiz kerak. Suyqash holatiga kelsa bo'ldi. Futqan bo'lasiz. Futanmay qolib qolsangiz hech vaqasi yo'q. Sizdan bir ko'y chiqim ketmaydi. Futalab qolib qolsangiz 42 grammlik oltin toj sizga sovg'at. Boshlang. Mushu ximen jug'uralayman men deb qaraydigan xonim qizlar. Bo'pmi, 90-yilning 2000-yilning jima. Mush 90-yili tug'ilib, 2025-yilgacha kelgan bo'lsangiz qatnashsangiz bo'ladi. Men manchi-yilning qatnashsam bo'lamdi, u bu emas. 90-yilniki A tarafdagilar ko'pincha jug'uralaysizlar. Lekin ma tarafdagilar tas. Bo'pmi, taqa uyga tomoq qetib qolgan chog'i chirg'aydim, ximiy jug'urdigan chog'da asl chimaysizlar uyga. Foyt jug'uramam dedim. Oy, siz buni shu siz o'ylamdiki to'g'ri jug'urib bergandek tursiz. Yo'q. Jug'uralab qolib qolsangiz, uyimga ketib suiqash qilib ichima. Navada kerak jug'uramay qolib qolsangiz, o'ylamda men to'g'ri qilib valla. To'g'nimi chiqarib qo'ymay, to'g'in. To'g'riga purpurma, silbak muloyiz qilib isrof bo'lib ketadi deb o'ylamanglar. Men ortiqcha o'ylayib qolgan valla. Siz o'ylaganni men o'ylayman. Siz buni jug'urib qilibgansiz, ha? Voy, men manda 7 yosh vaqtimda o'sha tomoq etgan qizim bor edi. Gap qilsamsa deymadim, men jug'urib qolaman. Boshda ama emsa jug'ug'ul bo'g'dekmi, bo'lmag'dekmi? Bo'ldi. Mening bir ammam bordi. 2 minutdan jug'urib turgan. Men kichik vaqtimda o'sha ammamni bu ammamlar 90-yil tug'ilganmi, 2000-yil? Voy, o 60-yil tug'ilgan ammam bor. Emas bo'lmaydi. Bo'lmasa ashamimizni tatib baqid ekanmiz. Lekin men jug'uralayman deydigan xonim qizlar olib qolib qolsanglar, ash bir tal o'joniga gazir suyini tutib turib, yoki resim uchun, yoki men jang e'lon qilmay desangiz bo'ladi. Qizivallarga qizival qishinligi bor edi. 2 minut oldi, 5 minut pishamda. Bilmayman, ish qilaman. Ha, cho'rlardan tatib pakiz jug'urang, o'zingiz o'xshash. Voy, unda talab demagan, vi. Nima deb demaydi, ximen degan Unda talab demagan. Bizga onalarimiz degan manda pakiz qilib jug'urdi buni. Bo'ldi, bek chidamas ketdi. Voy, ma'qul. Jug'uring abi, u yoq bu yoqda ikki qolsin. deb, men tuntas pakizdim deb. Emniyatda men odam bek pakiz yugetgan. Apangiz ximeni qanday qilib pishirganligini o'rgatgan bo'g'itdi. Ko'rib bilan bilgil olgandan. Ha? Bizdan turib so'raymizmi? Necha minut qoldi? Voy, ulgurmay ekan, qanchasimi? Shunda suratni chizib. Siz suratni chiz qilmadingiz? Buni dehshat chiz qil. Shaxsan uğaval jang e'lon qilib qolsanglar, gazir suyini tutib, men beslishiman. Mayli navoiy bo'linglar, oshpaz bo'linglar, meni yengalamsizlar. Men bunda 3 minut emas, 2 minut 50 sekund jug'urib olaman. To'shdimi? Bilgan bo'lsam, jug'urib olganda. Ha, to'xtang. Hozir suiqash xamir bo'ldimi? Yo'q, 5 minut vaqt ta'sir bo'ldi lekin. Bo'ldimi, bo'lmadimi? Tabayim ko'madi. Shu bo'ldimi, bo'lmadimi? Bo'lmadi. Men bilmadim, ikrozik deb baqsam. Ha, ma'qul. Bo'ldimi, bo'lmadimi? Siz ko'rib qolganlar, bo'ldimi, bo'lmadimi? Suiqash xamir bo'ldimi, bo'lmadimi? Qo'lam taz pakiz emas hamda. Pakiz chiqarib Ya bo'ldi, tilab ketmaydi. Mushta o'ginib ketgansiz siz. Emas unda qolib qolib chaqchaq qilib qo'ydik vallah. Xonim qizlar jangalan qilsanglar bo'laverdi. Bu ayib ish emaski, bolalarga bir bildiraylik degan maqsad vajima. Uningdan bela qalayimqa o'ylayapman. Bu sektorda ish emas. To'y qilinmaydi ekan, elqa ammoqchi bo'lgan o'g'a vallah meni zonliq etadi, uchi deydigan manda o'ydi bo'lib qolmanglar. Hozir to'g'ri tushunimiz. Hamma odam 90-yilning 2000-yilning ximiy jug'uralidan qiz bola 0.5%. Voy, bek ishib ketdi. Ha, ma'qul, men 0.5%. ximiyni polay deb turgan qiz bo'ljima. Mushunda po ham to'g'ri tushunib qashqalik emas. Lekin men aytdim, bizda tamoq etadigan bo'ldi emasmi? Ma'qul. Emas jang e'lon qilsangiz bo'ldi vallah. Ma'qul qo'sh.